Hammaga salom do'stlar. Hozir sizlar O'z Yuksalish YouTube kanalida turibsizlar. Bugun sizlar bilan 67 wattlik galovkan ichida nimalar borligi haqida ko'rib chiqamiz. Qisqasi video qiziqarli bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ichini ochib ko'ramiz, ya'ni buzib ko'ramiz. Mayli, bitta galovka ketsin. Mana o'sha 67 wattlik galovka. Endi buni ichini ochib ko'ramiz. Ichida rostda ham 67 wattlik narsalari bormi? Ko'rib chiqamiz. Buni ustini olib tashlash uchun biz payatnikdan foydalanamiz. Eritib olib tashlaymiz. Birinchi mana shu yerini eritib tashlaymiz. Hamma tomonini, keyin ichidagini ko'ramiz. Hozir bitta perxod bilan o'tib ketadi. Ushbu galovkamizni orqasida emas, o'rtarog'idan kesamiz. Ya'ni payatnik bilan eritib tashlaymiz. Shunda sal osonroq bo'ladi ichini ko'rish. Mana shunday qilib anaqa toshga o'xshagan temir narsasi bor. Bu nimaga? Bu og'irroq bo'lib turishiga. Ya'ni bu mana shu temir bo'ladi. Bu hech qanaqa vazifa bajarmaydi. Shunchaki og'irroq bo'lib qimmat ko'rsatishini natijasi. Buni bir tiyin foydasi yo'q. Yana shunaqa, endi buni polni ichini ochib ko'ramiz hozir. Endi buni platasini olishga harakat qilamiz. Buni ichida yana bitta og'irroq qilib turadigan temirchalar. Bularda hech qanaqa vazifasi yo'q. Shunchaki galovkani og'irroq bo'lib qimmat ko'rsatish. Umuman vazifasi yo'q bularda. Endi buni bu ham shunaqa bir og'irroq bo'lib turishi uchun temir, buni ham hech qanaqa vazifasi yo'q. Vazifa bajarmaydi. Hamma narsa mana shunda. Xullas, hozir o'zlaring ko'rdinglar, galovkaning ichidan mana shunaqa temirchalar chiqdi. Bularning hech qanaqa vazifasi yo'q. Vazifasi narxi qimmat bo'ladigan bo'lsa, og'ir ekan deb qimmatligini ta'minlash. Xullas, ko'rdinglar, videoga like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan-da foydali videolar hali oldinda. Ushbu narsa haqida o'z fikringizni yozib qoldiring.